Gamba so'mani qanday qo'rg'a vaqtimizda rangi chiroyli ta'm tilingizni qag'ida qo'rib chiqqili bo'ldi. Manda o'xshatib bir tax gamba so'mani mehmonning oldiga chiqma, sirtidan kirganmidi yo o'z qo'rg'anmidi deb bayronlik qilsin. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha kal go'shtini nip zalatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Buning tam xurishlaridan kava uchun uni, ahmush, lavchu, azroq suma yerim qo'shqa tarafida qunoq kraxmal silib tashkillashtirib olamiz. Buningda go'shtni tamlantirish eng muhim. Buning ketarlik saylarmi intayin oddiy. Ko'rib turganinglardek Sinjang samsaq so'ng piyozlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rab olamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizning 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Gamba so'man qo'rg'a vaqtimizda meyni salja qarab qo'yib olamiz. Uningdan keyin tamlantirib kal go'shtni videoda ko'rsatgan bo'yicha yaxshi qo'riymiz. Uningdan keyin Sinjang samsaq so'ng piyozni silib qo'riymiz. Uningdan keyin achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar lapizni boshda so'qchilab yumishtirib olgandan keyin uningdan keyin silib qo'riymiz. Yarim qo'shiq tuz uyimiz chanvaganlardan bir qo'shqa atrofida silvitimiz. Uningdan keyin cho'ng ustamning gambiyan so'miyati tutqisidan bir bo'loq silvitimiz. Mushu bir bo'liqida 6 odam to'yg'ida gamban so'man qo'rg'ili bo'ldi. Men bugun 3 kishilik qo'rg'anligim uchun yerimini soldim. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bormish oilada gamban so'man qo'rsam ta'mini yaxshi chiqaramayapti degan xonim qizlarimiz bir shiltib sinab yiqinglar. Uningdan keyin cho'pni silib, qizil lozi bilan jusayn silib bir ishga qo'riblam. Ustiga oq kunjut sepib, chiroyli taqsimizga ovoz saqlan bo'ldi. Rangiga ta'mi kep ketmaydigan gamban so'manimiz tayyor bo'ldi. Uydagilar maqtab turib yeb ketdi. O'ginib oldingizmi? Qiynamiz siz mitib sinab yiqing.